Rossiyaga uchib ketadigan bu sarpa naborimizni hozir sizlar bilan upakovka qilamiz. Bir qizimiz yozib qoldilar. Sizni koronalaringiz juda ham yoqadi menga. Aslida Qirg'izistonlik, ammo hozirda Rossiyada yasharkanlar. Ularga sarpa nabor yig'ishimiz umuman qiyin bo'lmadi, chunki tezgina o'zlari tanlab oldilar. Bilasizmi, men hozir zakazga yasamayman, faqat qo'limda bor narsalarni sotaman. Bu anor komplektimizni shunaqa hamma narsasi bor, 5 talik komplekt. Hozir bu anorimizni ochiqroq rangi qolgan. Shunaqa toshli, ko'zga ko'rinadigan malina rangli abadogimizni tanladilar. Xameleon toshlar ishlatilgan, hamma kiyimlaringiz bilan mos ketadigan shunaqa chiroyli abadog tanladilar. Bunaqa toshli boshqacha abadoklarim hozir sotuvda bor. Va oxirida shunaqa diademamizdan ham tanladim. Hozir sotuvda bu diademamizni qizil, sariq va oq ranglaridan mavjud. Va so'ngida sarpa naborimizni ochib bergan shunaqa smola gulli, chiroyli abadog tanladilar. Sarpa naborimizning narxi 855 ming so'm bo'ldi. O'zbekistonning 12 ta viloyati, chekka qishloqlari va hattoki shunaqa chet davlatlariga ham bemalol yetkazib beramiz. Unga abadogimiz sig'magani uchun uni qattiqroq korobkaga solishga qaror qildim. Yutuvdagi taqinchoqlarimni ko'rish uchun Telegramdan kuchukcha taqinchoq katalog deb izlasangiz, barcha taqinchoqlarim chiqadi. Rossiyaga uchib ketadigan bu sarpa naborimizni hozir sizlar bilan upakovka qilamiz. Bir qizimiz yozib qoldilar. Sizni koronalaringiz juda ham yoqadi menga. Aslida Qirg'izistonlik, ammo hozirda Rossiyada yasharkanlar. Ularga sarpa nabor yig'ishimiz umuman qiyin bo'lmadi, chunki tezgina o'zlari tanlab oldilar. Bilasizmi, men hozir zakazga yasamayman, faqat qo'limda bor narsalarni sotaman. Bu anor komplektimizni shunaqa hamma narsasi bor, 5 talik komplekt. Hozir bu anorimizni ochiqroq rangi qolgan. Shunaqa toshli, ko'zga ko'rinadigan malina rangli abadogimizni tanladilar. Xameleon toshlar ishlatilgan, hamma kiyimlaringiz bilan mos ketadigan shunaqa chiroyli abadog tanladilar. Bunaqa toshli boshqacha abadoklarim hozir sotuvda bor. Va oxirida shunaqa diademamizdan ham tanladim. Hozir sotuvda bu diademamizni qizil, sariq va oq ranglaridan mavjud. Va so'ngida sarpa naborimizni ochib bergan shunaqa smola gulli, chiroyli abadog tanladilar. Sarpa naborimizning narxi 855 ming so'm bo'ldi. O'zbekistonning 12 ta viloyati, chekka qishloqlari va hattoki shunaqa chet davlatlariga ham bemalol yetkazib beramiz. Unga abadogimiz sig'magani uchun uni qattiqroq korobkaga solishga qaror qildim. Yutuvdagi taqinchoqlarimni ko'rish uchun Telegramdan kuchukcha taqinchoq katalog deb izlasangiz, barcha taqinchoqlarim chiqadi.